kecha prezident selektorda quyidagi o'ta muhim masalani ko'tardi. Xususiy klinikalar O'zbekistonga ilk bor olib kelinayotgan ayrim tibbiy uskunalarni Forum qo'mitada ro'yxatdan o'tkazish xarajati ularning narxidan 10 karra qimmat demoqda. Shuningdek, qo'mitada oddiy termometrni ham, MRT uskunasini ham ro'yxatdan o'tkazishga e'tibor qiling. 4-5 oy vaqt ketadi demoqda. Xudoga shukr, bu prezidentga yetib boribdi. Ana endi o'ylab ko'ring, buni orqasidan xizmat narxlari qimmatligi, mana ko'p aholimiz xususiy klinikalarda xizmat narxi qimmatligi, MRT tekshiruvlar qimmatlab borayotganligi ham bu yomon ta'sir ko'rsatib turadi. Agar mana shu cheklovlar olib tashlansa, o'ylaymanki, bu yangi texnologiyalarni olib kirayotgan tadbirkorlar, ishbilarmonlarga ham yaxshi bo'ladi. Mana shu xizmatni ko'rsatilayotgan narxi ham arzonlashadi, xalqimizga ham yaxshi bo'ladi. Bu albatta quvonarli ma'lumot. Murakkabligi va xavflilik darajasiga qarab tibbiy uskuna, tibbiy buyum va dori-darmon uchun alohida muddat belgilanishi kerak degan prezident. Umuman olganda mana sug'urtali tibbiyot yo'lga qo'yilishini doimo ko'tarib kelganmiz. Sizlar kanallarga ham ko'p aytganmiz. Buni xalqimiz ham ko'p talab qilardi. Bosqichma-bosqich bu yo'lga qo'yilyapti. Bunga biz xursandmiz. Mana shu qaror izga tushsa, albatta o'z xususiy klinikalarni zamonaviy diagnostika asbob uskunalari bilan ta'minlash, ayniqsa MRT bilan ta'minlash osonlashadi, bu arzonlashadi. MRT kabi zamonaviy tekshirish usullari chekka qishloqlarda ham paydo bo'ladi. Buni ustiga hozir davlat tasarrufidagi klinikalar ham MRT bilan ta'minlash ketidan ko'p yugurmoqda. Chunki biz avvalam aytganmiz, ayniqsa Covid pandemiyasi paytida nega endi u xususiy klinikaga borish kerak. Har bir kerak bo'lsa nafaqat shahar, viloyat, tuman shifoxonalarda ham MRT kabi apparaturlar bo'lishi kerak etardik. Endi qarang, agar bu MRT kabi tibbiy asbob uskunalarni olib kelishga bo'lgan mana bu cheklovlar asossiz, mana bunaqa talablar yo'qqa chiqsa, MRTni tekshirish narxi ham arzonlashadi, raqobat ham kuchayadi. Ko'p klinikalar, ayniqsa chekka tumanlardagi klinikalar ham ushbu asbob uskunalar bilan ta'minlanadi. Bundan kim yutadi? Albatta xalqimiz yutadi, oddiy insonlar yutadi. Ayniqsa kam ta'minlanganlar ham mana bu MRT tekshiruvdan o'tib tashxisni yanada aniqlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Bu katta yutuq deb o'ylayman buni.